Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida Jahon bankining O'zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish guruhi tomonidan ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish va ilmiy ishlanmalarga biznes investitsiya mavzusida keng ko'lamli biznes forum tashkil etildi. Ushbu forum 200 dan ortiq ishtirokchilarni ilm-fanni biznesga qanday aylantirish va innovatsiyalarga sarmoyalarni qanday jalb qilish kerak mavzusi atrofida birlashtirdi. Bugungi forumda innovatsiyalarni moliyalashtirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy yutuqlarni amaliyotga tatbiq etish borasidagi imkoniyatlar atroflicha muhokama qilindi. Munis loyihasi doirasidagi RSP va BIORD dasturlari, ularning imkoniyatlari, amaliy foydasi hamda hamkorlik istiqbollari ham taqdim etildi. Munis loyihasi 5 yil muddatga amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 2020-yilda boshlangan bo'lsa, 2026-yilda shu yarmigacha davom etadi. Bu davr uchun Jahon banki tomonidan ajratilgan hozirgi kundagi mablag' deyarli o'zlashtirib bo'lindi. 34 million AQSh dollari bu faqat ilmiy loyihalarni, ilmiy innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan bo'lsa, qoladigan davrimiz ushbu tajribani mustahkamlab olish uchun yetarli vaqt qolgan bizda. Ayni daqiqada biz Munis grandi asosida tijoratlashtirilgan loyihalar o'rin olgan joydamiz. Misol uchun hozir qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda 4 xil navli bug'doylarni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi bu hammamiz ko'rgan odatiy bug'doy navi. Qolgan 3tasi hali yangi yaratilgan. Bu haqida loyiha ishtirokchilaridan batafsil ma'lumot olamiz. Bu yovvoyi bug'doyi 1 yillik bug'doyni bilan chatishtirib bir duragay oldik. Shu duragay asosida biz nav yaratdik, hayot navi. Oddiy navdan bu farqi, bu ko'p yillik xususiyatini o'ziga olgan. Demak, 4-5 yil davomida buni urug'ini ekmasdan hosil olish mumkin. Bu kabi tashabbusli loyihalar nafaqat ilmiy ishlarni amaliyotga olib chiqadi, balki olimlar, tadbirkorlar va investorlar o'rtasida kuchli ko'prik bo'lib xizmat qila oladi. Eng muhimi, bu kabi tashabbuslar orqali innovatsiyalar hayotimizga kirib kelmoqda. Nigora Ko'chmurod va Zahro Kozimjonova va Valixon G'ayratov Ovozi informatsion dasturi uchun Toshkent.